Assalomu alaykum. Bugun Qirg'oz uchrashuvlari obunachilar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, xudo xolasa biz yangi aravalardan qo'ydik. Bir labu nechta operatorsiz nima yuklaysiz hammasini oladi aka. Yengil, tezroq qo'lda. Bitiladi, oxlagan joyida. Xuddi labuda qashqatar. Hamma tomon ochiqmi? Labo bo'lib ketdi, labo. Mana yurganda ham noqulaylik turmaydi, loqay bo'rtlar. Bir joyda aylanishga qarab, aylanadi. Balonlarga ham bir e'tibor berib qo'ying, skuter balon yaxshisidan qo'yilgan. Oldilari ham mana ikkitalik bo'ladi. Ko'pchilik bittalik qo'yib qo'yapti aka. Halimcha ko'pchilik chiqargani ham yo'q bunday aravalarda bittalik qo'yilyapti. Ko'p joyda ko'rdim, bittalik qo'ygan. Biz ikkitalik qo'ydik. Ikkitalik bo'lsa yurganda qiyinchilik bo'lmaydi. Yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi. Burishga ham, yoqqa olishga ham juda ham qulay bo'lar ekan. Yengil bo'ladi. Yo'llari ham juda ham yengil. Gidravlikaga o'xshaydi yoroni buni. Tormoz uslari bor mana o'zi yurib ketishlarini qarang. O'ziga rushni tormoz qilgan ekan, gap yo'q, lekin ustalarim ishlab yoribdi. Xudo xolasa mana aka ko'rishingiz mumkin. Bu listlarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, 8 lik listdan qilingan, yangi listdan. Zakazga qarab buni razmerlarini yasab beraveramiz. Bunimizning razmeri hozir 1.80 ga 1 metrlik. Zakazga qarab bundan kichikroq, kattaroq yasab berilaveradi. Shunga qarab narxi o'zgarib boraveradi. Xudo xolasa bunimizning narxini klientlarimiz aloqaga chiqsa, o'zlariga aytishamiz. Razmeriga qarab turib, narxni kelishtilaveradi. Kelishtilaveradi. Xo'p. Hozir bitta mana bundan ko'rsatib qo'yamiz. O, zo'r narsa ekan-a. Yomg'ir o'qiladi-yu, kurashda tortilmaydi. Mashalloh, zo'r bo'pti lekin. O'zi bundan ko'pchilik so'rayapti ham, kommentariyalarga bossan, e'tibor bersangiz, shuni yozishyapti, shunday qilinglar deb. Xudo xolasa mana shu xalqimizga oson bo'lsin deb yangiliklar chiqarishda to'xtamaymiz. Xudo xolasa bundan-da buni boshqa arabalarimiz ham bor. Keyingi videolarimizda ko'rib borishingiz mumkin. Xudo xolasa qo'yib boramiz, xudo xolasa. Bunimiz asosan o'sha molning tagini kurash uchun, ha? Mol tagini kurash uchun asosan sholikor akalarimiz uchun. Xirmonlarga va shu zo'r qulaydi. Juda ham zo'r. Juda ham zo'r ishlar mana. Gap yo'q lekin Xitoyda ham O'zbekistonda orqada qoldirib yubordi. Ayniqsa bu edaliklar ortda qoldirib yubordi desa, adashmagan bo'lamiz. Ko'rishingiz mumkin, travelkami, mishalkami, atrofon garelkalarimiz hamma narsasidan bor. Kelaverasizlar, xudo xolasa, doimo xalq xizmatidamiz. Atalaqozonlarimiz, mishalkalarimiz, aravachalari mana. Aravachallargacha bor ekan mana. Gap yo'q. Ularimizni aravalarimiz yemishga aravalarni aytilgan razmerda klientlarimizning bo'lagiga qarab yasab berilaveradi. Joyiga qarab turib katta-kichikroq qilib qilinaverar ekan-a? Shalkalarimiz mana. Mana gap yo'q mana. Qo'llari ham baquvvat mana. Shuni e'tibor berib qo'yishing, qo'llarim rezinkali ekan-a mana. Rezinka qatirilgan ekan. Rezinka bo'lgani sababi haligi nagruska bo'lganda sinib ketmasligini oldini oladi. Reduktorlarimiz yangi bo'ladi, yangi motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqsa, cheklanmagan miqdorda bor, yetkazib beramiz. Nolonga murojaat qilasizlar. Mana shu raqamdan qoldirib ketamiz, pastda raqamlarni ham aloqaga chiqarasizlar.